Ruday ko'chasidan 2-qavatdan 4 xonali yevro remont qilingan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar prixojga turibmiz. Bu yerda bizlarda prixojga mebel qilganlar, asosiy kirib kelishimiz eshiklar smart qilingan va bu tomonda bizlarda oyna bilan onyx qilingan. Kvartiramiz полностью yevro remont qilingan, devorlar attachment qilingan. Mana bu yerda bizlarda mehmonxonamizdan uголок qo'yilgan. Stol, stul, konditsioner, televizorlar bor, lekin uning egasi stol, stul bilan televizorni olib ketaman deyaptilar. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda fotoz qila olishingiz mumkin. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan do'stlar. Kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizda hamma kerakli mebel jihozlari bor, duvoqxonani kasa o'rnatilgan, sopul pollar qilingan. Va mana bu yerda bizlarda ikkinchi kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qiling, xohlasangiz kattalar yotoqxonasi. Va to'g'rizda bizlarda общий sanuzol joylashgan. Bu yerda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Bir tomonda bizlarda vanna, ikkinchi tomonda dushovaya qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlari o'rnatilgan. Gazli plita, xolodilnik, stиральный mashinkalar bor, do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda yana bitta xona, bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Do'stlar, kvartiramiz Ruday ko'chasida joylashgan. Orientir Oltin Samarqand bo'lyapti. Kvadrati 116 kvadrat, narxini 120 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.